Har bir ota-ona o'z farzandining komil inson bo'lib yetishini va kelajakda o'z o'rnini topishini istaydi. Biz Testbor platformasi yordamida minglab yoshlarni bilimlarini oshirdik, matematikani o'rgatdik, birgalikda rivojlandik va shu jarayonda o'zimiz ham yangi bilimlarga ega bo'ldik. O'rgangan kamchiliklarimiz va eng so'nggi texnologiyalar yordamida biz mutlaqo yangi ziyoli platformasini taqdim etmoqdamiz. Zero mamlakatning haqiqiy yetakchilari ziyolilar safidan chiqadi. Eng asosiy maqsadlarimizdan biri oilani birlashtirish, ziyoli farzandlarni tarbiyalash hisoblanadi. Farzandingizning ziyoli bo'lishi bu sizning orzungiz. Sizning orzungizni amalga oshirish bu bizning vazifamiz va biz bunga tayyormiz. Testbor ilovasi shunchaki ziyoli bo'lib qolmadi. Ilovada ushbu yangiliklarni qo'shdik. Yangi foydalanuvchilar uchun story format. Ilovaga birinchi marta kirganlar platforma bilan qadam-ba-qadam tanishadi. Oddiy, qulay, tushunarli. Ziyoli market endi minimal coinlar evaziga ham sovg'alar olish mumkin. Har bir faol o'quvchi albatta mukofotlanadi. 1 yillik obuna sotib olganlar uchun maxsus sovg'a. O'zbekistonda birinchi ochiq sotuvda mavjud bo'lmagan Yosh muhandis interaktiv kitobi. Yosh muhandis Prezident Al-Xorazmiy va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorgarlik ko'rayotgan hamda matematika faniga qiziqadigan o'quvchilar uchun mo'ljallangan. Kitob oilani jamlash, farzandni esa ziyoli bo'lish uchun asos bo'ladi. Kitobdagi misollarni barcha oila a'zolari bilan birgalikda yetishingizni tavsiya qilamiz. Farzandingiz ziyolilar orasida bo'lishi bu sizning tanlovingiz. Siz ham bugunoq farzandingiz uchun eng yaxshi tanlovni amalga oshiring.